Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Payg'ambarimiz alayhissalomni davralarida ba'zi bir odamlar bir narsani niyat qilishardi. Hamma qatori yashab yuribdi. Rasulullohni oldilariga borsamda men vazifa olsam, butun umr shu vazifani qilib yursam, najot topsam deb orzu qilishar ekan. Kelarkan, "Ya Rasululloh, menga bir vazifa bering. Menga nasihat qiling." Rasululloh u kishiga qilinadigan ishni aytar ekanlar. Masalan, bir kishi kelsa, "Sen kechalari ko'p ibodat qilgin" degan hadislar bor. Yoki yana bir kishi kelsa, u savdogar odam ekan, savdoingni rivojlantir, ko'p mol top, odamlarga yaxshilik qil deb nasihat qilar ekanlar. Keyinchalik Rasululloh vafot etib ketganlaridan keyin mana biz bechoralarga o'xshaganlar davri keldi. Bizda shunaqa odamimiz yo'q bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhissalom, "Men sizlarga o'zimni sunnatimni tashlab ketyapman. Agar shuni mahkam ushlasalaring adashib ketmaysizlar" deganlar. Agar sizga ham shunaqa gap kerak bo'lsa, agar Rasululloh bo'lganlarida-yu men shu kishidan shunaqa vazifa olardim desangiz, Payg'ambarimiz alayhissalomda shunaqa gapidan bir aytib beraman. Mahkam ushlaysiz. Xo'pmi? Kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban va la takunil khamisata fatahluk. Olim bo'ling yoki ilm o'rganuvchi bo'lib yashang umringizda. Yoki ilmni davralarda eshituvchi bo'lib yashang. Yoki uzoqdan shu ishlarni qilayotganlarni yaxshi ko'rib yashang. Zinhor 5-si bo'lmang. Halokatga uchraysiz dedilar. Ilm o'rganib, siz 5-si yoki 4-si yoki 3-si bo'lishingiz ham mumkin. Lekin Alloh taolo aytadiki, "Sabiqu", musobaqa qilinglar. Men eng birinchisi bo'lishim kerak deb orzu qilish kerak ekan kishi. Rasululloh qaysi ishni maqtaganlar? Eng birinchisi qaysi narsa? Men shunaqa bo'lishim kerak. Meni yoshim katta bo'lib qoldi demanglar. Islom tarixida bir kishini bilamiz. 80 yoshida ta'lim olishni boshlagan, 20 yil ta'lim olgan, olim bo'lgan, 100 yoshida muftiy bo'lib 20 yil xizmat qilgan ekan. Insonni yoshi katta bo'lib qolganligi bahona bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalomning sahobalari yosh bolalar emas edi hammasi ham. Salmon Forsi radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhissalomning xizmatlariga kelganlarida yoshlari 100 ga yaqinlashib qolgan edi. Juda ham ko'p ilm shu kishidan keladi. Yo olim bo'lib, dinni xizmatini qilib, Rasulullohning aytgan gaplarini xalqqa yetkazing, yoki butun umr ta'lim olish bilan shug'ullaning. Yoki ilm davralarida shuni eshitib yuring. Shundan foydalaning. Yoki orqadan muhabbat qiling. O'sha ishlarga yordam qiling. 5-si bo'lib qolmang. Halokatga uchraysiz.